Tuyuqsizli ma film tatib etib qoldim ha. Nayt akmet kishi bu vaqtda oldin ketdim men nayerimizniki ma yerlik pivisi haqiqiy hisob ochdi ichgan pivo deb do'yin chiqargandan ma Jelyuz nayadim. Ishki og'inimiz aloqalashib bizlar mushniki bir videodan shuni bir qilib boqayli deb telefon qilib degan ataytin Jelyuzdan kelibdi. Men hozir bularni zavod qilib maqdim. Ham sizlarni men bilan birga zavodni bir ko'rib, bizning pivolar zavodi qanday chiqdi deganni yasavotdi uning ustiga. Men sizlarni birga olib bir ekskursiya qilib ko'rib chiqay ha. Keldi. Mushlar shu. Emilik küçük var balımı kalk. Kandırak ovalan yaxşımı? Yaxşı da olma. Atiyeverdi ko tuyuksuz lan. Kandırak ovalan yaxşımı? Yaxşı olma. Selam atma. Şu. Atayten Jelyuzdan geldi. Bundan baş zavod kirib lan. Bunda? Böyle. Qağın tılpın bırakıp paranlaşkan bulduk. Ameliyatını bir körüp ettim. Niho? Bonjour şu. Niho. Mayak bo'lsa bizning zavodniki hamda birinchi qo'lamda. Jovsho deymiz. Bu zavod hamda hukumat o'zining zavodichi Yanjambandniki. Shunga bu yerda loban yo'q. Hamiz mushta o'qishlar. O'sha desa tajada o'sloshi. Jamiyo loban. Okay, xo'p, o'sha xo'p. Jurala. Ama ishxona. Hozir tomoq yeyibdi. Qanday qavalangiz yaxshimi? Peugeotni qo'yib chiqishlik men boshqa zavodni bir aylantirib chiqaysizlarga. Bizning boshda ishlab chiqarishimiz uchun bulta biz qilgan vaqtda 350 kilo bir kunlik ishlab chiqarishimiz aytda chiqadi. Hozir biz 2,5 tonnaga chiqardik buni ishlab chiqarishni. Matmonlarning hammasi 10 tonnalik ton. O'ni var. Bayağı bo'lib qolsa bizniki arpa deymiz, buğday arpani mojnanda ezib, uningki margoyanizda oyoqida qaynatgan yaba. Ash qaynatgan yak berib, qaynatib, uningki suzib 20 kun ichida bu. Jo'a ma'ni hamda tabiiy deymizda. Kandash ma'nanga ham suv bor dedik-ku, bu suv odatga zilay shu emasmi? Men nayaniki, men tog' tarafda bir buloq suvi bor, bu yerda suv ishlab chiqadi emasmi? Shu buloqning suvida ichdi bu. Mana men tanqo'g'ar deymiz, men cho'ng turgan bog'i qaynatdi. 4 var, birin 1 saat demani kichki vatdi. Hozir bir yil 4 nafar akavatdi mana zaman ko'rganda. Hamda qag'inni ichiga kirib ishkash baranashamda. Deb ketdik. Biz showme deymiz, buğdayda ichib chiqqanda, biz buğdayda ichdi, men buğdayda ichdim, men buğdayda ichdim. Ismi o'xshamaydi. O'sha showme deymiz, Germanning texnikasi yozgancha men. Men ko'rib baqsanglar bo'ldi mana. Bozorda Peugeotlar mana chiqmaydi. Men Jinyan deymiz, ulardan selishto'g'in bo'lmaydi. Biroq hamda hozir ko'pinchilari Jinyangni endi biladiganlar ichibdi bozorga ko'p miqdorda tushmidi biznikidek. Endi mavi bizning bozorga do'kon tushkun bo'lib. Mani xuampi deymiz. Manidan suzuk chiqdi. Ham suz chiqdi. Mani biz ayyomi deymiz, mani kopi bu. Mavi xeypi deymiz. Qahvedek chiqdi mana. Bir boshdan ketib ketdi. Ayliqingiz bormi, yo'qmi? Buğday dedimi? Qaymoq deb qo'yamdik. Mani uchun piyolarni ko'pik bilan sanglar ajoyib bir xil ses turdi. Mani biz hozir ko'pik bilan sanglar bir xil qaymoqdek bir xil ta'm tetiydi mana. Dedi qaymoq desanglar tatliq shakar qaymoq deb qolmanglar, piyo deganim o'zi uchuq ta'm bo'ldi. Hamda ba'zi xaridorlar var biz o'zimiz qilyapmiz. Tatliq emas ekan deb qo'ydiganlar uchun. Biz suz chiqadi qani. Mana Shangbin Huangpi deymiz buni. Tamamen sen suz. Lekin qo'yiq bir xil buğday tomanda kuchli emasdi. Suz chiqdi, biroq buning kuchi bor. Endi mavi bizniki Yamanni olqishga erishyapti qilishib yiqiladi. Askar qilgan bo'ldik-da endi. Ketanmaysizlar endi. Chiqildib ketdim. Chiqildig'ida yer bor ekan. Ezi mavi. Mavi ketanmaysiz. Mani biz meyve deymiz. Aslında bunun içi butunlay shu mevada ichib chiqadi mavi. Mani isangiz qilsa, shu men degandek ta'sirlangan mevadan o'xshamdiki. Sizmi ishmishat qilib qolmamsiz ya. Qarisini ichib qo'yganlar. Men misol qirtaqroq chiqadi, qahvaga o'xshaydi. Kafe qalan qo'ygan. Chiqib kafe deydigan. Hammasi o'ziniki tushliq alayligi bor. Rang jihatdan bo'lsin, tam jihatdan bo'lsin, baho jihatdan bo'lsin. Chiqib bozor setilayotgan mayli Gongchang Peugeot, Gongye Peugeot deymiz odatganda. Hammasidan yaxshi de, yaxshi. Buning men ishonchim bor, chunki biz bir yilni bozorga butun selish turib, ashtaq butun tekshirishdan o'tib, sinaqdan o'tib bo'lgan. Faqat mayadlar hozircha biz endi boshlab sizlarga shunday tijorat qilg'isi bor, hamish hozirgi vaziyatda yaxshi bir turni tutaydi deganlarni izlab tepib, tanishtirib qilyapmiz. Bundan sonra mana ahvol shu, film uzrab ketdi, qiziqadiganlar qolsa davomli qilib bizlar aloqalasanglar, Nilqinaya o'zining yerlik biyo'ligi olaman. Bir-birisidan esin. Va yozning pishg'irim issiqida va kavob bilan mushnishanlar ziyon qildigan ishmi. Ma'voylik to'xtamasdan shigizdigan emas. Yo'q ichib bo'lganiga og'zinglar turib, peshonlar og'rib nansho bo'lmaydi. Men deb qo'ydim, sinab qarasanglar bo'ladi. Mendan tajriba o'tkazdim. Bir tuqqan buket tuxmashina o'ylab.
Bo'ldi, unda hamkorligimiz yaxshi o'tib ketsin.